Yana bir arifmetik progressiyaga oid milliy sertifikatda tushgan savol. A3 teng A1 plus A2 bo'lsa, A1 A2 A3 ko'paytmasi 384 ga teng bo'lsa, S10 ni topishimiz kerak. Demak, S10 ni topishimiz uchun bizga 2 ta A1 plus 9 ta D taqsim 2 ko'paytirilgan 10, ya'ni A1 va D kerak bo'ladi. Demak, bu yerga e'tibor beramiz. A3, A1, A2 ni hammasini A1 D ko'rinishda yozib chiqadigan bo'lsak, A3 degan A1 plus 2D A1 plus A2, A1 plus D. A1'lar ketadi. D chap tomonga ayirish bo'lib o'tsa, A1 teng D ga. A1 va D bir-biriga teng ekan. Demak, A1 A2 A3 ko'paytmasi 384 ga teng. Buni ham yozib chiqib, A1 ning o'rniga D yoki D ning o'rniga A1 qo'yib chiqamiz. Shunda A1 ko'paytirilgan A2 A1 plus D 2A1 A3 A1 plus 2D yoki da 3A1 teng 384 ga. Buni hisoblaydigan bo'lsak, A1 ning kubi ko'paytirilgan 6 teng 384 ga. 384 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, necha bo'ladi? 10, 12, 14. 14. A1 ning kubi teng, demak 50, 64. 64 bo'ladi. Demak, A1 teng bo'ladi 4. Sababi 64 4 ning kubi. A1 4 ga teng bo'lsa, D ham 4 ga teng. Endi S10 natijani hisoblab qo'yishimiz mumkin. Shunda natijamiz teng bo'ladi. S10 teng 2 kara 4 qo'shilgan 9 kara 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. 10 bilan 2 ni qisqartirsak ham bo'lardi. Tak. Demak, 10 bitta 4 22 ko'paytirilgan 220 ga teng bo'ladi. Share qilib qo'ying bizni darsimizni.